Ramazan iyida sorunlar özgürüdü. Vaqt qimmatlik bo'libmi, azroq o'ylanib baqqan kishiga ko'ra Ramazondagi vaqtlar va qimmatlik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, Ramazan Özgürüş İyidir namlı programımızın 25. halqısı Ramazan iyida sorunlar özgürüdü. Vaqt qimmatlik bo'libmi, azroq o'ylanib baqqan kishiga ko'ra Ramazondagi vaqtlar va qimmatlik. Bo'libmi, Ramazonning hozirgidek oxirgi 10 kunlari muborak kechilaridagi vaqt hammadan qimmatlik. Kishilar Ramazonda ko'p uchrashadi. Ba'zi vaqtda yarim kechalargacha uyqusiz o'tirib ketadi. Ramazondan keyinmi bu uchrashish, o'tirishlar davom qiladi. Bir-birini ziyorat qilish, uchrashish, mehmon qilish yaxshi ish bo'lsa-mu, lekin bu jarayonda quruq so'z, foydasiz gaplar ko'p bo'ladi. Oxirida tilning opiti va sorunning tatligi bo'lgan g'ayvatdan iborat xatarlik ahvolga elib boradi. Shuning uchun biz musulmon qarindoshlarimizni ro'zasini muhofazat qilishga, axloqini pokizlashga va bir-birini yaxshilikqa, haqqi tavsiya qilishga, bu yo'lda yetgan aziyatlarga sabr qilishga da'vat qilamiz. Ular o'zlarining bu sorunlarini ilm, zikr, nur, hidoyat topadigan sorun qilish kerak. Sorunda isil olimlar, yashanganlar, yuzlik kishilar bo'lib qolsa, oshir etmagan asosda durust bo'lgan ko'ngil ichishni qilsa bo'ladi. Ammo yoshlarga nisbatan biz yuqorida so'zlab o'tgandek yoshlar markazi qurish kerak bo'ladi. Ular bu joyda vaqtlarini behuda o'tib ketishdan saqlaydi. Aql parasitini oshiradi, iymonini ziyoda qiladi. Qobiliyatini joriy qildirdi. Shuningdek, ayollar uchun bo'lsa ayollar markazi qurib, ularga turli jihatdan ta'lim tarbiya berish, va'z nasihat qilish, xatoliklar uchun tövbe istig'for etishga rag'batlantirib, ularni yaxshilik va taqvodorlik asosiga jo'g'lash kerak bo'ladi. Yana Ramazonlik uchrashish va da'vat so'rinlarini hozirlash bo'lsa, ro'zadorlarning bo'libmi yoshlarning adab axloqini vayron qiladigan ko'p qismli nachar televiziya filmlarini izlash va ko'rishdan cheklashning muhim yo'lidir. Chunki ularning so'rini ularni durust bo'lgan ko'ngil ichishga, foydali so'z nasihatlarga, nurliq ilmga, iymoniy hamrohlarga, sog'lom aql va madaniyat saviyaga ega qiladi. Lekin ular bu so'ringa kelmay uylarda qolsa, vaqtlari zoya bo'lib ketishi, quruq gaplar yoki g'aybatlarga tushib qilishi, avlodlarni vayron qiladigan televiziya kanallariga qarab qilishi mumkin. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladzina yuhibbuna an tashiyal fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mu'minlar ustida yomon so'zlarning tarilishini yoqtiradigan odamlar shubhisizki dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Alloh taolo sirlarni va niyatlarni bilib turdi, sizlar bilmaysizlar. Hozirgi davrda berilayotgan ko'p qismli televiziya filmlarida ayollarning aralashishi, axloqsiz harakatlar, nachar gap so'zlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun o'zining ado qilishga tegishli bo'lgan majburiyatlarini to'liq ado qilmaslik, ba'zi vaqtlarda filmlarda ko'rgandek cheklangan ishlarga moyil bo'lish kelib chiqadi. Chunki bu filmlarni ishlaganlar g'ariblashib ketgan artistlar bo'lib, ular din va axloqni qilchimo e'tiborga ilib qo'yadigan kishilar emas. Ular faqat bir rol elib chiqsa, shuning o'zi kifoya qiladi, ammo sahnadan bekor bo'lgan vaqtida Alloh ularni saqlasin. Shuning uchun Ramazonning bu oxirgi minutlarimizni televiziondan yiroq qilib, oxirlash oldida turayotgan Ramazonni yanada qadrlab, taat ibodatga tirishib, Allohning fazl rahmatiga erishadigan kishilardan bo'laylik. Allohga yalvaraylik, Allohga ko'p duo qilaylik. Bu sanoqli kunlar qoldi. Kelar yil Ramazongacha yana biz yashaymizmi? Alloh o'zi biladi. Alloh uchun bir sajdadan ortiq qilsak, Alloh uchun bir ibodatni ortiq qilib olsak, dunyo oxiratda bizga shu asqatadi. İnsan dunyoga qanday kelgan bo'lsa, dunyodan shu holatga ketadi. Ammo
insonga foydasi bo'ladigan, insonning dunyoda hayot vaqtida qilib olgan amal ibodatlari, yaxshi ish faoliyatlari, yaxshi so'rinlari, da'vat tashviqotlari, ilm, ma'rifat o'rgatishlari, bularning hammasi insonga dunyo oxiratda manfaat qiladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni murad maqsadlarimizga yetkazsin. Bu ulug' muborak kechalarda qilgan amallarimizni qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.